psixolog bo'lgan Martin Seligman deydigancha yangi zamon psixologlari bu bir rayimsiz bir tajriba ishlagan. Rayimsiz deymiz endi. Bu qandaq rayimsiz tajriba ishlagan desangiz, bu bir chashqonni bir qapazga sulab, bu qapazning barliq chiqish shiklidan eg'izdan itib chiqolmaydigan qilib qo'yibdi. Buning tok so'qqizganda rayimsiz erishuvda chashqon bir jonliq u. Buning tok so'qqizgandan keyin bu tokdan hayvonlar intan qo'rqidi. Natijada bu bütün shu qapazga beshini u yoq shu tokning zarbisi uchun qechib ketaman deb endi. Uyg'onda qapazda. Biroq bu qapazdan men itib qo'ygandan keyin qachon bo'lgan bu. Anikin aytsim shunday qilgan, qachon bo'lgan, yana bir kun shunday qilgan buni. 3-4 kun davomlashtirgan. 3-4 kun davomlashtirgandan keyin 5-6 kun tashlab etgan. Tashlab etib, undan keyin yana bir qapaz layilgan. Bu qatam qapazning ishiklarini echib etgan. Ishga chiqib. Onda bu chashqonga tokni yana so'qqizganda g'alati yuz bergan. Nima yuz bergansa, bu chashqonlar chiqib ketmagan. Birinchi qatam chiqolmagan. Tak. Ikkinchi qatam bu uchuq tusimi qapazdan chiqcho, tok so'qqisa shunday tug'an chiqolmagan. Buni ishtiqimi sinab qilgan o'xshash hodisa yuz bergan. Martin Seligman bu xulosani Shiguanxing vujugan deb atagan. Yani buni habitual helplessness deymiz. Habitual helplessness. Yani Shiguanxing vujugan, yani odat xarakterlik amalsizlik deb atagan. Bu tajribaning biz insonlar uchun ahamiyati intayin zo'r. Qarang, u avval tok so'qqizda chashqonga biz buni jingli deymiz. Tok so'qqizda qachonmidi bu? Bu bir kechirmish bu. Tushunasizmi? Jingli. Bu 3-4 qatim sinab baqtida, qechishga tirishdi, qachonmidi. Bu xil kechirmishdan keyin shakllangani inner belief, ya'ni ichki aqidada. Ya'ni ko'rdingizda, siz biz jingli qildingizmi, ko'zingiz ko'rdingizda, men shundoq nima qilsam, qachon bo'lgandim. Qachon bo'lgan men kechirmish. Andan keyin inner belief, ichki aqidada. Baribir qachonmayman. Qarang, baribir qachonmayman. 3-bosqichda isbot to'plash. Mana qachonmidim o. Yani bu nima tushundirdi degan vaqtda nurg'unlarimiz biz kichik vaqtlarimizda biz bakchiq narsa amalsiz qolamiz. Bu bizning aqliy ixtiyorimizning, jismoniy ixtiyorimizning ojiz bo'lganligidan, nargiz bizning hozir o'zimizning ojizligidan emas. Balliq vaqtidagi ojiz, aqliy ixtiyorimiz ojiz bo'lsa, biz bakchiq narsa amalsiz qolamiz. Bu jingli bu-chu. Bu kechirmish bu, jingli. Bu xil kechirmish odamning nervisida. Men qilmagan. Men amalsiz qolgan. Baribir men amal qilolmayman. Qarang, men amal qilolmagan. Kechirmishdami, amal qilolmagan, amalsiz qolgan. Men baribir hamda amal qilolmayman. Amalsiz qolaman. Ki aqida oldimi? Hamda keyingi hayotida isbot to'playmiz. Mana amalim yo'q-ku mana, qilolmadim-ku. Mana men nima dedim, mana qilolmayman demdimmi? Butunlay chunchi isbot to'plab yashaydi-da. Demek bu xillik mo'shi, bu xil shunqancha ko'pincha odamlarning hayot taqdirini ta'tir aylanmada saqlab qoldi. Buni hamda sho'xaji mo'shisi bor-da. Sho'xaji mo'shisi masalan, men aldangan yoki meni bunday tashlagan. Bu jingliman. Jinglida birinchisi men tashlangan. Inner belief, ichki aqidasimi men tashlanaman yoki men aldinaman. Nerv sistemimiz. Ondan jingju izlaymiz. Mana go, aldidi-go. Mana shu aldidi-go. Alday dedim, aldimini. Tashlab degandim bu. Mana tashlab etdim debchi, to'xtamay jingju shakllan jingju izlaymiz. Jingju izlaymizlar emas. Chuangzao jingju. Hatta jingjuni biz chuangzao qilamiz. Ya'ni inner belief qaman. Cho'qim biz bir aldinish yoki tashlash majburlaymiz tashlash uchun. Maqsad nima esa? Chuangzao jingju. Creating proof to prove that we are the victim. We are the victim. Yani sho'xaji mo'shida men senga kuchirgan. Masalan, senga kuchirgan degan gap cho'qimlarga urib, tillanganlar emas. Aldinish bir senga kuchirash, adilsiz muomala qilish bir senga kuchirash, rad qilinish bir senga kuchirashda. Masalan, ayni vaqtda opam achamlashkimizga adilsiz muomala qilgan, masalan, senga kuchirdimda, men senga kuchirgan, adilsiz muomala inner belief shakllandi, ichki aqidasi meni baribir ashundaqa adilsiz muomala qildi, menga andaki jingju. Bu keyingi hayotida
bununla ispat toplaydı yoki isbatlarni paydo qildi degan gap. Demak, buni hayotida to'xtamay bu xil narsaning takror bo'lib qolishining sababi shu. Biz buni sho'xayji moshi deymiz. Shu bu xil shiguanshin vujugan bilan bu xilliqi shiguanshin sho'xayji moshi. Bu nurg'un insonlarning hayotida uningga bir xilliqi detrimental, ziyonli shaklda bir xil aylanma shakllanadi. Bu xil masalan sho'xayji moshidagi odamlarning hayotida qanday bo'ldi deganda, masalan qarsa bolasi gapini anglamayotgan, yo'ldoshi mazlashmayotgan, idorasiga bo'lsa shu boshliqi shuning qilib qolib turib, shuni ayblayotgan, xizmatdoshlari toza paychi qilayotgan, shunda yaxshilasimi uning bir xil adil bo'lmayotgandek his qildigan, qarsa tirishayotgan qaz bo'lib ketib qolgan. Biz buni uyga suv tep ketdi deymiz. Uyga suv tep ketish. Bu uyga suv tep. Siz hayotingizni hamma yerda-chu bir sizgilam qarshilamchu hamma narsa. Bunki bu uyga suv tep ketdi degan nimasi? Uyga suv tep ketganda hamma yerdan tomchiydi-chu. Gerçi uyimizning hamma yerdan suv tomchiyotgandek turgan bilan izlasak cho'qim bir guazning ma'lum yeri jiddiq degan gapni qarang. Masalaning jiltiz shuda. Qarasangiz hamma yerdan suv tep ketdi. Biroq bu suvning hamma yerdan chiqqan emas. U faqat nimasi? Shu suvlarni yig'ib tekshirsangiz, yo qo'shningizdan yoki o'zingizning temning ichidagi bir guazdan azroq chataq chiqqan. Problem. Mana shu jiltizda. Bu yiltiz dal nima deganda, men boya degandek inner belief, ya'ni ma'lum bir kechirmishni odamlar ichki aqidaga va ichki salohiyatga aylantirib olganlik tufayli to'xtamay shu ichki aqidani isbotlash uchun cho'ngzal, chingchi. Bularning hammasi bir xil shayishir, bu yishir elib berilg'achqa odamlar o'zining unda qilayotganligini bilmaydi. Bu eng xatarlik edi. Bizning masalamiz, biz yo'liqqan masala bizning masalamiz emas amaliyotda. Bizning haqiqiy masalamiz emas, bizning ongsiz masala paydo qilishimiz. Uyingizda masalan sesiq suv kirib qolgan bo'lsa, bu masalasini tazviq qildi o'ng'aychu. Ammo siz to'xtamay uyingizda bir sesiq suv paydo qildigan bir buloqingiz o'qasa, bu this is the problem, okay? This is the problem. Şu bu xil sho'xayji moshi yoki bayatdek bu xil shiguanshin vujugan kirib qolgan odamlar masala tugmaydi. Ana. Chunki bu yerda masala paydo qilish tugmaydi degan gap. U amaliyotda dal ling yigizida o'zida. Unda hisob bu xil ta'tir aylanmani qanday qilib po'li qilamiz? Qanday qilib po'li qilamiz? Bugungi shu zo'pikda men hamda oddiy usulda oddiy bir ikki xil usulni deyman buni po'li qildigan. Bu balkim yana nurg'un odamlarga yordam qilib qolsa ajab emasda. Birinchi biz bundaq bir so'zni ullik deymiz, ullik. Men boshqalarning utuq qazinishiga xohlagan holda yo'l qo'yman deymiz. Bu intayin bir kuchli bir gap bo'lib, bu odam badanni remont qila oladi. Men boshqalarning utuq qazinishiga xohlagan holda yo'l qo'yman, qarang. Xohlagan holdan deyishimiz sabab nimasi? Badanni xohlagan holdan demasangiz, badaningiz-chu bu gapni tutib oladi. Chunki siz xohlamaysizda. Xohlagan holda deganda badanga bir xil hurmat bo'lg'achqa badan tegizdi bu gapni-chu bizga. Bizni bekdansiz kontrol qila olamizmi? Xohlagan holda degankin badan okey, endi da deymiz. Endi boshqalarning utuq qazinishini normal sharoitda nurg'un odam xohlamaydi emasmi? Xohlamagandikin, xohlamagan holda desak, unda bu xil tormoz qo'yib berildi degan gap. Biz boshqalarning muvaffaqiyat qazinishini xohlamag'achqa, biz buni qanday to'simiz deganda, insonning 3 yosh vaqtida psixikasi shu, o'zini nima qilish orqali haqlarni kontrol qila olmayman deb qaraydi. Ya'ni boshqalarning utuq qazanishini to'sash uchun odam o'zi utuq qazanmaslik nimasiga kirib oldi. Men utuq qazanmasam hech kim utuq qazanmaydi degan bir xil g'alati, ongsiz bir xil psixika bo'ldi. Shuni biz buni chuqur po'liq qilib o'tishimiz kerak-da. Men xohlagan holda boshqalarning utuq qazanishiga yo'l qo'ydim degan vaqtda sizning bu xil amalsiz hissiyotingiz, va bir xil sho'xayji moshi eng qalbingizning ostida bu ulindi bu. Bu bir
poli bo'ldi bu, bir energiyada bir aylanish bo'ldi. Endi siz boshqalarning utuq qozonishga yo'l qo'ydingiz. Halmağın aldı. Başkalarının hatta xushal buluşuğumu halmağına yol koydunuz. Bu öz növbetide özünüzden utuq qazanışıga yol qo'yganlik oldu. Ve özünüzden mi xushal buluşuğa yol qo'yganlik oldu. Çünkü anı yol qo'yganlıktan energiyada bir şundaq bir ravallık çok. Bu mana adamның kişiler daim deydigan biroq tushunmaydigan, tushunsin qilolmaydigan da qalbing qancha kengri bo'lsa, shuncha yo'g'inaysan degancha. Buni kishilar devagan hech qanday foydasi yo'q buncha. Nurg'un odamlar bunday gaplarni faqat qalbi keng odamning bir obrazini shakllantirish uchun devaldi. Odamning qalbi keng bo'lishi kerak degani, mana men qalbi keng bir odam degan bir obraz amaliyotda u argizlik o'zini aldash bo'ldi. Ma'qul so'z orqali biz buni ma'lum darajada qo'zg'ata olamiz-da. Vujugancha bu cügem sizni tutib turadigan amal tuyg'usi mishni pol oldu. Men boshqalarning utuq qazinishiga hali ma'noli yo'l qo'ydim. Qarang, shunday aylantirdi. Chunki biz boshqalarning utuq qazinishiga yo'l qo'ydim degan vaqtimizda o'zimizningcha utuq qazinishiga xushal bo'lishga bir xil shinfu bo'lish uchun yo'l qo'ygan bir xil hodisa shakllandi. Bu birinchi usul, pol qiladigan usul. Ikkinchi xil usul hamda mushu fursatdan foydalanib, men biz hozir ekranda nima qilyapmiz-ku? Ekran oldida nurg'un saboqdoshlar bor. Mush fursatdan foydalanib biz bir psixikalik tajriba ishlaymiz. Bir kichik psixikalik tajriba ishlaymiz. Bu psixikalik tajriba balkim sizlarning hayotingizda zo'r o'zgarish paydo qilishi mumkin. Eng muhimi nima deganda, mushkil baribir qanday olib tursam, amalim yo'q qilib chashqan, habitual helplessness, shivanshing shu vujuganni poliqlik ta'laydi. Shu bu tajribani ishlab chiqishimiz kerak. Bu tajriba intayin oddiy. Çünkü müşahede müşteni deyiştim burun. Ben aslında deb qo'yishim kerak. Men oldingi zopinglardim dedimmi, demedimmi? RAS. Dedim Qurbanjon, dedim RAS. RAS sistem to'g'riliq biraqatim degan. Odamlarga bir narsani desa, yetarli emas. Ularga to'xtamay deb yalvurish kerak. Şu bo'lmasa esida qolmaydi. RAS sistem degan. Bu insonlardagi bir xil nazorat sistemi bo'lib, biz uni nazar sistemi deydikmi? Hem de karakterin şuna sanıldı nazaret sistemisi o insan mingside endaq bir sistem bulup bu fakat nemese inner belief. Yani işki aqidini izlab turib oldu. Yani hemen amalim bo'lmagan, bunda kim amalim bo'lmaydi. Amalim bo'lmaydi degan ishki aqidini izlab turib oldu RAS sistemisi. U bu dunyoda asosiyatan uchurlarga nisbatan faqat ishki aqidaga mos keldi Alloh narsani izlab turib oladigan bir sistemimiz var RAS. Demek ki twanki tajribamiz bayat degandek mayli shu hajm shu bo'lsin yoki bo'lmasa shigan shay vujugan bo'lsin buni o'zgartirib ta'laydi. Ya'ni odamlardagi men baribir nima ish qilsam hech qanday amalim yo'q-ku, qilolmayman-ku deydi. RAS sistemimiz naq mushkil ishga aqidani izlaydi. U boshqa narsa izlamaydi RAS. Siz shu inner beliefni izlaydi-da. Shuni pol qilamiz. Unda qolsa ekran oldidagi barliq do'st birodarlar, ini-singillar, mundaq bir tajriba ishlaysizlar. Unda qolsa menga mundaq deysizlar. Agar shu dunyoda har qanday ishga amal qilg'il bo'lsa, men kelgusi 24 soat ichida bir oq payni ko'rib boqayqini deganni shu o'lik desanglar bo'ldi. Nayt atdi. Agar dunyoda har qanday bir ishga amal qilg'ili bo'lsa, shu rost bo'lsa, amal qilg'ili bo'ldigan ish bo'lsa, unda bo'lsa, kelgusi 24 soat ichida men bir oq payni ko'rib boqay deganni o'likli deysizlar. Shu o'lik deysizlar. Bo'ldi. Askartish bu yerda oq payni qat'iy qasddan izlash bo'lmaydi. Men uchun ko'msam bo'lmaydi deb to'xxonga yoki kattaxonga berish bo'lmaydi. Bu qat'iy deymiz, bo'ldi unutib qolamiz, o'zimizning ishini qilamiz. Shunchalik oddiy. Bizning RAS sistemimiz, bayatdan sistemimiz o'zligini harakat qildi, avtomatik harakat qildi. Ammo buni chuqur o'llik bayatdan men degandeklar takror deysizlar. Mani ko'rib bo'lib, itib o'zingizning ishini qilasizlar. Agar mobodo 24 soat ichida rost degandek naqsil diqqat qilmaganda, kollangdim yo'q vaqtida, xiyolingdim yo'q vaqtida uchrab qolishi mumkin. Agar shunday uchrab qolsa, o'zingizning xushal bo'lsizlar, bu xil xushalligini menga pingning uchun deb qo'ysangiz bo'ldi. Chunki men hamda sizning xushalligingni
hala ko'ngli qolmaydigan intayin az bir qism odamlarning birisi hisoblanma.